Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Bestun T77 modelimiz. Obzor qilib beraman, chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Proyeksionli linzaviy optika qilingan 3D oblisovka ko'rishingiz mumkin. FAF kompaniyasiga tegishli mashinamiz. Отпечатка polislari bor. Salon ichidan boshlab beraman. 87% koja. Perforirованный koja qilingan, ko'rishingiz mumkin. Dishayushi bo'ladi, terlatmaydi. Mayaqda o'rindig'ini istadigan, bu o'rindig'ini istadi, bu orqa lavoy bilan ikkita bokovoyni istadi. Klimat kontrol bu yoqdan. Mashinani yoqib ko'rsataman. Mana bagaj ochiq, lyuk ochiq, ko'rishingiz mumkin. Shtorka ochiq bo'lsa ham shuni ko'rsatib turadi. Mashinani yoqib ko'rsataman aka. Start stopimiz bu yerda joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yondi. Elektroussilённый multimediali rul ko'rishingiz mumkin. Mizinchik bilan ham boshqarsa bo'ladi. Elektroussilённый bu gidravlikadan 17 barobar yumshoq bo'ladi. Turgan joyda yumshoq, skorost nabrat qilsa, plavniy bo'lib ketaveradi. Multimediani sensor orqali ham boshqarsa bo'ladi. Klaviatura orqali ham boshqarsa bo'ladi. Hamda rul orqali ham boshqarsangiz bo'ladi. Cruise kontrollarimiz mavjud. Bu yerdan fara hamda porodinglarni boshqarsangiz, bu yerdan cruise kontrolni boshqarasiz. Mashinamiz cruise kontrol bor. Mana bu yer dizaynlarga e'tibor qilasiz. Nikel ishlatilgan har bir detalda aka xromirованный qilingan, xrom bilan jihozlangan, bu zashita qilingan. Qo'l tekkan har bir latta tekkan joy rangi o'chmaydi. Mana bu yerdan bokovoylarni regrovka qilsangiz bo'ladi. Misol uchun ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan regrovka qilinadi mana. Ko'rishingiz mumkin. Disk rejimlari bor, qisib qo'ymaydi oynalari. Mana uni ochib ko'rsataman. Salkam 2 metr panorama lyuk bor bizda. Ko'rishingiz mumkin, oxirigacha ochiladi. Ko'rdingiz aka. Lyukni ham ochib ko'rsataman. Mana lyukimiz ham ketdi. Tak, bu yerda aka oynalarigacha mavjud. Bu yerda ham xuddi shunday. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerlar mягкий rezina, ko'rishingiz mumkin, qo'lim botyapti. Жесткий plastik emas. Misol uchun oftobda qurib qolib, taqar-tuqur qilib qolmaydi. Klimat kontrol bu yerdan, misol uchun mana yoqib ko'rsataman. Hay, bu issiq. Mana bu yerdan misol uchun havo haroratini belgilaysiz. 26,5 gradus tursa, mashina ichini 26,5 gradusda ushlab turadi. Mana bu yerdan baland qilib pasaytirish imkoniyatingiz bo'ladi. Bu yerdan o'chirib qo'yamiz. Klimat kontrol. Так, parkovka двухцепленный 7-ступенчатый роботизованный коробкamiz. Variator emas, e'tibor qilasiz. 7-ступенчатый roботизованный 7 pog'onali ruchnik avtoxodlarimizgacha mavjud. Dvigatelimizga keladigan bo'lsak, hozir dvigatelni ham ochib ko'rsataman. Mashinani o'chirib qo'yamiz. 18 dyumli litiy alyuminiy diskalar aka, proyeksionli linzaviy optika qilingan. Dvigatelni ham sizga chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. 4 portion 16 silindr Toyota Rush dvigateli aka. FAF kompaniyasi belgilari hamma joyda tushirilgan. O'qib ko'rishingiz mumkin. Bosh nemetskiy. Bu dvigatel Toyota Rush'da turgan dvigatel aka. FAF kompaniyasi dvigatel hamda korobka ishlab chiqarilmaydi. Faqat mashina ishlab chiqaradi. Dalshi. Sizga ko'rsatadigan bo'lsam, orqa bagaj, orqani ko'rsataman. Orqani kengligini bitta ko'rasiz. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Oyog'imgacha qancha joy. Buyum 1.72 aka. Bemalol. Orqada deflektorlar bor. Bu yerda zaryadga qo'yish uchun joylari ham bor. Shu orqadagilar USB port bilan bistr zaryadga qo'yib ketsalar bo'ladi. Deflektorlari bor, bir vaqtni o'zida isitib, bir vaqtni o'zida sovutadi. Tepa panorama ko'rishingiz mumkin, mana shu yergacha ochiladi. Ko'ryapsiz aka, mana polni ochiladi. Mana bu yerda svetlarigacha bor. Har bir detallarigacha e'tibor qilingan, ko'rishingiz mumkin. Orqa juda keng. Kolonkalari ham juda ajoyib o'xshaydi. Orqa lavoy hamda ikki bokovoy istadi, ko'rsatim sizga. Orqamiz ochilishi, bagaj. 450 litr объем bagaj aka bizda. 450 litr.
ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda jihozlari и zapaskamiz aka. Zapaskamiz ham multik emas, kichkina emas, o'zini razmerida 18 ballon turibdi. Bemalol buni olib tashlab, propan ballon o'rnatsangiz bo'ladi aka. Mashinamiz GDI motor bo'lganligi uchun ekonomichniy bo'ladi. Mana bu yerdan ushlab yopasiz. Orqada sezgi datchiklari, parktroniklari ham mavjud, ko'rishingiz mumkin. Mana bu mashinamizning turishi. Mashinamiz ancha katta, kichkina emas. Ko'zning oldiga kelishi uchun trekerdan anchagina kattagina. Yana bir narsa aytib o'tay. Orqada kamerasi ham bor. Zadniga urganingizda bemalol orqani ko'rasiz. 180 gradus kamerasi ham mavjud. Pultimizni ko'rsataman aka. Pultidan bagajni ochsangiz bo'ladi, qulflab ochsangiz bo'ladi. Qulfni 2 marta bossangiz, mashinangiz talpana ichida bo'lsa, misol uchun ko'p mashinalar bo'lsa, signal berib o'zini qayerdaligini ko'rsatadi sizga. Mana bu yerda zaryadka qo'yish uchun port, 12 voltlik zaryadka joyi hamda mana bu yerda ochki qo'yadigan joylarigacha bor. Svetlarni polni yoqib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz o'zingiz uchun yoqib qo'yasiz, xohlasangiz eshik ochilganda yoniq turadigan qilib qo'yasiz. Qolgani mana shtorkaniki, bunisi lyukniki. Qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qildim. Elektropaket bo'ladi aka o'rindiqlarimiz, ko'rishingiz mumkin. Orqa, oldin, past, tepa hamda yotqizib turish imkoniyati bor. Qo'ldan kelgancha harakat qildik aka. Yana qolgan joylari bo'lsa kelganingizda, xudo xolasa chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilaman.